Yeni bir şehir filminin asli aktori kim o? Haqiqiy aktori zodi kim o? Oldingi sonda ben yeni bir şehir filmidagi haqiqiy bosh personaj kim o degan to'g'risida to'xtalib, oxirida bu asarning asli aktori kim o degan temaga to'xtagan to'p. Nemishqa bu asarning aktori demay, asli aktori deyman degan vaqtning o'zida qaranglar. Bu yeni bir şehir filmi yangilanmay bizni bek taqozo qildi. Shunami orliqda Nurg'ullarning ichi pushib, mana yangilanmag'achqa bu filmdan voz kechyapti. Bo'ldi chiqib bo'lganda ko'raydi. Necha qitim ag'an xuyalarimizning vaqti o'tib ketdi, mana film yangilanmay. Bunaqa sizlar mushnami? Endi keyin bu film yangilanmay, orliqda nurg'un fikrlar tushgan vaqtda bu yer ziyorat film shaklida bu yer Sulaymon deymiz, Ababakir deymiz qatorliqlar chiqib, bu filmning ssenariyisini tek ulgamaganligi, yangi ssenariy chiqmag'ach biz tatib chiqirib bo'lamidik degandi. Rostda shunday ssenariy ulgamadimi deganda, rostda ulgamagan bo'lishi tamoman mumkin. Lekin asl asar mukammal gavdik bir roman bo'lishi mumkin. Endi buni biz yoqtirib ko'rgan bunda film qilib ishlash uchun albatta buni ssenariylashtirish kerak. Ssenariylashtirish oson emas. Shuning uchun bu belgilik vaqt talab qilganligi uchun ssenariy ulgamay qolgan bo'lishi mumkin. Endi sen nemish bundaq kesib ayta olaysan degan vaqtingizda asar qaranglar tundagin bu asar ko'p bosh personajlik asar. Her bir bölüm, her bir kısımda yeni baş personajlar çıkıp kaldı. Yeni vakalikler çıkıp kaldı. Eser nar kaydırıp çatım yollar kitiduyu. Ahırda hemmesi intayın çıraylık bir jipki bağlanıp kilidi. Hem ben muşunda köp baş personajlık, muşunda əgitin vakalik bundaq kitaptan 2 gün oxu bakkan. Bu kitapның birisi Dünya Nobel mükafatıga erişken eser. Bu eserini ben okuğa vaktimnin özüde okup düşenmegende her bir batını yanılap alsam yeni baş personaj payda olup kaldı, yeni vakalik çıkıp kaldı. Lekin to'xtira ash Nobel mukofoti etgan gap uchun bo'lsin bir o'qib baqayman. Nobel mukofotiga erishgan zot qanday asarda hammasini o'qib bo'lganda qilsam, xudo shunday hammasi bir jipga bog'landi. Intay chiroyli qaqirish. Shuni bilanza Bikan Nobel mukofotiga erishmabdi. Kitap nasıl manda yazsınmı bu degan o'yga kelib qolgandim. Shunga men demakchi, bu yerdagi yeni bir shahar filmining asli avtorimi intayin pishqan, qalam quti intayin kuchli, yeshi taxminan 60 necha yoshlar o'pjo'risdiki bir pishqadam yozuvchi. Bu esermi bu avtorning hargiz tunji emgak mevzusi emas. Buning bir qancha roman bag'u deyman. Ben o'qib bakkan romandan shuning uchun hamda mening tarzim to'g'ri bo'lsa, bu eserning avtori endi bu yerdagi ikkinchi bir xil ehtimollik navoda bu avtor rayonimizdagi bir yozuvchi bo'lmagan ahvolida bu eser chuqum chet el adabiyotidagi ma'lum bir biz ko'rmagan bir yozuvchining asari bo'lishi mumkin. Ya'ni asli asar chuqum mukammal yozilib bo'lgan bir gavda. Bo'lmasa bu yerki ssenarist bunu bizga deganda bir qismda yezib, undaq vaqalikni bog'lab, bundaq cho'ng zanjirga ulab qilinmaydi. Endi bu yer ssenaristning lekin hozirgidek ssenariylashtirish intayin tasjimonglar. Chunki bu yerdagi yozilgan asli asar hargizmi biz ko'rgan filmdek bugungi zamonga moslashgan asar bo'lishi notayin. Bu yerki nurg'un ismlarni, vaqaliklarni, ma'lum bir nom-ularni zamonga moslashtirib o'zgartgan bo'lishi mumkin. Buning hammasi ssenaristning qo'lidan chiqdi. Undaq bu yer bu ssenarist kim o deganda bu ssenarist mush asardagi muhim bir rolni evatgan ma'lum bir kishi. Undaq ham hech ismini devatmada deb ichinglatildimsin. Chunki bu film ishlash ko'ribsizmi, hozirgacha bu ikki narsa izchil sir tutib kelyapti. Shuning uchun nurg'unlar qiziqyapti. Endi buni mening farzim to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin oshkorlab etishga bo'lmaydi deb o'ylayman. Lekin qo'linglardan yitlab, aklib şunun aldığı ekip koydum. Şundan qarsanlar, baş şu kiyada ko'ngillar nurg'unlar jazmlashtirib bo'ldi meningcha. Hamda yeni bir shahar film ishlash ko'ribsiz, balki mush asrimni ko'rgandan keyin bir bo'lsa zang qilib o'tiryapti meni. Bir bo'lsa, qaltisini mikina ma va ajab huquqqa o'xshaydi bunlar deb meni bir chaqirib, bir maydonda choy ichgash suhbat qilishimiz mumkin. Ham mening mush filmda bir rolga chiqib baqqan banda deb qo'yish uchiktidigan emas. Sal bir muhimroq bir rolga chiqib baqqan bada. Bu jihatda ancha tajribam bor. Dozladim mesela Savirdin imom bilan bir 10 dak zopin ishlab baqdik. G'olib aytam, eliqi algan yılan ishni rolga chiqargan. Bu g'olibkam bilan bir 10 dak zopinlarni ishlab baqdik. Tajribam ancha bor demakchi-da. Navoda bu parazlarim amaliyotga xil yaqin bo'lib qolsa, mana film ishlash ko'ribsiz, diqqat qilib qolsa, keyinchi mash filmni rol olib qolma yoki mash film ishlash ko'ribsizki, mushular bilan bir ziyorat filmiga chiqib, nurg'un sizlarning ko'nglingizdagi sirlarni shu vaqt naq maydon mushlarning ruhsini aytib turib oshkorlab o'tman. Shuning uchun yoqtirgan do'stlar, meni qo'yinjoq qilib, mush yeni bir shahar filmninkiga ko'proq aytib qo'yishni qilib qo'ysanglar. Rahmat.